Shuni ishlarni to'g'irlangan. Atroflar san'ati ko'pami lozim? Laboratoriyada tajriba o'tkazishdan maqsad nima? O'shani, demak siz nimani ko'rishingiz kerak, o'sha boradigan reaksiyani jarayonni ko'rishingiz kerak. Lekin bu degani moddani istagancha olib ishlatish kerak degani emas. Moddani keragicha olib ishlatish kerak. Asosiy moddani ko'proq olib qo'ydingizmi, uni qaytargani nimaga solishingiz mumkin emas. Qaytarib o'sha idishiga solishingiz mumkin emas. Shuning uchun keragicha olib. O'shani faqat suyulgan qismini olasiz. Ozroq suv solasizmi? Uni yana alohida provetkaga solyapsiz shekilli. Buni oqsilini alohida. Mana yoz kelinda bu yoqda yozib ketdim. O'rtada qolib ketdi. Chalg'ityapti nima oldi? Oldingmi? Siz уже сылмадingiz efirga. Shuni asobiy alohida tushiring. Sen boshimiz yo'q-ku. Mana qarang. Biz ikkita proverkaga ikkita proverkaga nima oldik? Demak, eritma tayyorlab oldik. Birinchisi tuxum oqsilidan, ikkinchisi esa unni oqsilidan. Un tarkibida tuxum tarkibida nima bor? Oqsillar bor. Endi bularga biz rangli reaksiyalarni o'tkazamiz. Buning uchun biz uning ustiga birinchi nima solamiz? Natriy gidroksid ishqoridan solamiz. Natriy gidroksid to'yingan ishqor bor. Hozir bittasi ko'rsataylik shunday bor. Ha. Ikkalasiga bir xil miqdorda olishga harakat qilinglar. Chiqor qaysi shuni? O'sha ishqor. Ehtiyot bo'ling. Yo'q, cho'pil olmaysiz. Bo'ldi. Endi unga shuncha miqdorda soling. Endi shuncha miqdorda oling. Yutib ketdi. Chayqatingda so'ka uni chaqaymaysizmi? Ozgina chaqay. Ana endi ishqor soldingiz bunga. Nima moddani o'ziga olib qo'ying asror. Endi uni ustiga mis sulfat solamiz. Mis sulfat mana tuzli eritmasi bor. Tuzli eritmamizdagi konsentratsiyasi pastroq, ularnikidagi konsentratsiyasi yuqori emas. Bu tushunchali. Bir tomchi. Yo'q, bir tomchi soling. Bunaqa o'ladigan yo'qmi, to'g'ri o'ladigan? Portlab ketadi.